Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sochlari. An Qatada radhiyallohu anhu qultu li Anas كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه رواه الشيخان والترمذي. Qatada radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Anasga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sochlari qandoq edi dedim. Sochlari to'lqin sifat, juda jingalak ham, juda yumshoq ham emas edi. Ikki quloqlari bilan yelkalari o'rtasida turar edi dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. An Anas radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kana yadribu sha'ruhu mankibayhi wa fi riwayatin ila ansafi udhnayhi وفي أخرى إلى شحمة أذنيه رواه الخمسة إلا الترمذي. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sochlari yelkalariga urib turardi. Boshqa bir rivoyatda quloqlarining yarmiga, yana bir boshqa rivoyatda ikki quloqlarining yumshoq yeriga deyilgan. Beshovlaridan faqat Tirmiziy rivoyat qilmagan. Bundan ba'zi vaqtlarda payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning muborak sochlari yangi oldirgan va o'sgan payti e'tiboridan quloqlarining ust qismida, ba'zi vaqtda quloqlarining yumshoq joyiga barobar va ba'zida yelkalariga tegib turadigan holatlar bo'lgani kelib chiqadi. An ibn Abbos radhiyallohu anhu qol: kana ahlul kitabi يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل ناصيته ثم فرق بعده رواه الثلاثة. ابن عباس رضي الله عنه dan rivoyat qilinadi. Ahli kitoblar sochlarini tushirib yurishar edilar. Mushriklar esa boshlaridan farq ochar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlariga amr qilinmagan narsada ahli kitoblarga muvofiq ish qilishni yaxshi ko'rar edilar. Bas Rasululloh sallallohu alayhi va sallam peshona sochlarini tushirib yurdilar, so'ngra keyinroq farq ochdilar. Uchovlari rivoyat qilgan. O'sha paytda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam boshliq musulmonlar, butparast mushriklar va avval samoviy kitobga ega bo'lgan yahudi hamda nasroniylar bilan aloqada bo'lar edilar. Ba'zi ishlarda mazkur ikki tomondan birini tanlash zarurati tug'ilib qolar edi. Shunda musulmonlar doimo ahli kitoblar tomonini olar edilar. Misol uchun Rum va Fors davlatlari urush qilsalar, ahli kitob bo'lgani uchun musulmonlar Rumliklarning tarafini olar edilar. Chunki islom ham o'sha ahli kitoblar ishining oxirgi va mukammal nuqtasi edi. O'sha vaqtdagi ahli kitoblar dinlari va ilohiy kitoblarini buzgan bo'lsalar ham musulmonlarga mushriklardan ko'ra yaqinroq edilar. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlariga amr qilinmagan narsada ahli kitoblarga muvofiq ish qilishni yaxshi ko'rar edilar. Albatta Allohdan amr kelgan ishlarda boshqalarning qilmishiga hech qanday e'tibor yo'q. Ammo ba'zi ishlarda Allohning amri yo'q bo'lsa, xuddi o'sha ishni mushriklar bir xil, ahli kitoblar boshqa bir xil qiladigan bo'lsalar, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ahli kitoblarning uslubini tanlar edilar. Jumladan sochni tarashda ahli kitoblar sochlarini tushirib yurishar edilar.
ya'ni ahli kitoblar peshonalaridan farq ochmay sochlarini oldinga tushirib yurar edilar. Mushriklar esa boshlaridan farq ochar edilar. Ya'ni peshonadan farq ochib sochni ikki yon tomonga tarash mushriklarning ishi edi. Bu masalada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga amr kelmagan edi. Bas Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshona sochlarini tushirib yurdilar. Bu bilan ahli kitoblarga muvofiq ish tutib, mushriklarga xilof qildilar. Vaqti soati yetib u zotga Alloh taoloning amri kelganda esa so'ngra keyinroq farq ochdilar. Oysha onamiz radhiyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sochlarini yuvib, so'ng farq ochib tarab qo'yishlari haqida bir necha rivoyatlar kelgan. Kalamun nabiy sollallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kalomlari. An Aisha radhiyallohu anha qalat: Inna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam lam yakun yasrudul haditha kasardikum. Rawahu ash-Shaykhani wat-Tirmidhi. وزاد: ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه. Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gapi sizlarga o'xshab shoshilib gapirmas edilar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziy lekin u zot gapni bo'lib gapirar edilar. Oldilarida o'tirgan odam ilib olar edini ziyoda qilgan. Wa anha qalat: Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yuhaddithu hadithan law 'addahu al-'addu la ahsahu. Rawahu al-Bukhari va Abu Dawud. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam gapni shundoq gapirar edilarki, agar sanavchi sanasa, sanab ulgurardi. Buxoriy va Abu Dovud rivoyat qilgan. Anha qalat: Kana kalamu Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kalomlari mufassal kalom edi. Uni eshitgan har bir shaxs fahmlar edi. An Jabir radhiyallohu anhu qol: Kana fi kalami Rasulillah sallallohu alayhi vasallam tartilun va tarsilun. Ravahuma Abu Dawud fil adabi. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kalomlarida donalik va shoshilmaslik bor edi. Abu Dovud adabda rivoyat qilgan. An Anas radhiyallohu anhu qol: Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rawahu at-Tirmidhi wal Bukhari va Ahmad. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushunarli bo'lishi uchun so'zni 3 marta takrorlar edilar. Tirmiziy, Buxoriy va Ahmad rivoyat qilgan. Albatta, bundoq takrorlash zarur bo'lganda, ahamiyatli narsalarda bo'lgan.